Xo'p, yangi tug'ilgan chaqaloqga nimalar kerak bo'ladi deb so'ragan ekansizlar, ko'rsating deb. Men sizlarga hozir bitta-bitta ko'rsataman. O'zi aslida bunaqa kiyimlarimiz juda ham ko'p. Men endi keraklilarini tanlab oldim. O'rtoqlar, mana shunaqa 4 tali komplektlarimiz, troykalarimiz, mana juda ham kiydirishga qulay bo'ladi, yumshoq bo'ladi, слишком Berganikdan troykalarimiz, bodili troykalarimiz, вот mana bular neytralniy hisoblanadi. Va qaranglar, slip ichida raspashonkasi, shapkasi bilan birga bo'lgan variantlarimiz ham kelgan. Juda ham zo'r bularning sifati. Yangi tug'ilgan chaqaloqga juda ham zo'r keladi. Tug'ilgan zahoti kiyg'izib qo'yasizlar. Va men sizlarga mana shu Berganika ham ko'p tavsiya qilaman, chunki bular organik xlopik bo'ladi, bolaga раздражение bermaydi, allergiya bermaydi o'rtoqlar. Juda ham zo'r, mana tsarapkasi ham o'zi bilan birga. Rosa ham zo'r xizmatlarni qilib beradi lekin. Shunaqangi yumshoq kiyimlari. Narxlari har xil o'rtoqlar.